Assalomu alaykum. Xushtal materiallarni ig'zakilam deb beraman. Ximera ketarlik material 300 gram seriq may, 50 gram qo'y maya, tuxumdan 2 dona, andan keyin shikadan 180 gram. Andan qaytiqdan 180 gram. Mushlardan foydalanib turib ximir jug'urib olamiz. Oldi bilan shu seriq mayni eritib olamiz. Eritib olgandan keyin shu seriq mayniki qiziq haroratida shikanim silib, shikanim eritib olamiz. Shikan eritib bo'lgandan keyin, andan keyin muvofiq cho'nglikka javurimizga to'kib, tuxumni chiqib, andan keyin unni oz-ozdan selib turib, ximir jug'urib olamiz. Andan keyin qaytiqni to'kimiz. Hemen bıraklam töküp, onu az-azdan silib ximir jug'urimiz. Ximirimiz mush holatda bir xil nozik yerilib turgan ximir bo'ladi. Andan bu ximirimizni tindirib qo'yamiz. Bu ting'ich bo'lganlikda uni ichiga solgan qiymasini tayyor qilamiz. Qiymasini rangliroq, chiroyli ko'rkam chiqarish uchun men bu xil xurishlarni ishlatdim. Yaryanqi meg'izi, ana qora o'rik, mavo, yong'oq meg'izi, kishmish, ya'ni uzum qiqi. Anandaki men lokumlarningki har xil ranglari. Anandaki men sho'xliq qiqi. Mushadan foydalanib qo'ysanglar, nayt ranglik, nayt ko'rkam bo'lgan, musha qiymati ya bo'ladi. Ximirimiz ting'ich bo'lgan oraliqda mushularning hammasini to'g'rab, muvofiq cho'nglik to'g'rab tayyor qilib olamiz. Mana shu meg'izlarni ham shala to'g'rab tayyor qilib oldik. Anandaki men har xil lokumlarni, sho'xliq qiqi, andan keyin qora o'rikningki, qaqlarni ham to'g'rab chiroyli tayyor qilib olamiz. Bu nayt ranglik ekspert chiqadi, qizlar. Bunu to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin endi biz buningki qiyomini tayyor qilamiz. Men sizlarga shu kichik o'lchamda deb beraman, oilada qilsanglar bo'ldi, o'chmi? Jiqroq qilib qolsanglar, shuni ko'paytib, eslab turib qilsanglar bo'ldi. Qizlarimiz ximirimizni tindi. Tingandan keyin endi biz bu ximirni mana o'xshash qilib, mana bu xil dentana maqli qilib turibaqo. Mishxil qilibqa o'rlashtiramiz. O'rlashtirgan vaqtimizda 30 gramdan zo'li qilib turib, shu qilibni ichiga turib, bosh barmoqingizlar bis shu hamma yerga teksh yig'iz bo'lib ximirni. Mana o'xshash. Tuz olat mana. Mishxil olatga ekib olamiz. Ekib olgandan keyin endi buni lisimizga chiroyli tizib olamiz. Qizlar mana ko'rayotganlaridek hammasini tekshi qilib o'rlashtirib, lisimga tizib oldim. Tizib olgandan keyin endi buni oldin ala qizib olgan duxovkaga selib 180 gradusda sag'irib bir xil qizdirib pishidi bu. Pishgan mishxil holatda tayyor bo'ladi. Buni shu dumkib tasanglar ham o'zidan tushidi mana. Mishxil shaklda. Mana chiroyli pishib chiqadi bu. Ketgan materiallar shikadan 130 gram. Navada bek tatlı qiyishni yaxshi ko'msanglar 100 gram salsanglar bo'ldi. Andan keyin yesaldan 150 gram. Sudan 50 gram. Andan keyin yong'oq meg'izidan 50 gram, xasang meg'izidan 50 gram. Yemişdən 130 gram salsanglar bo'ldi. Shu materiallardan foydalanib, hamishning qiymasini tayyor qilsanglar bo'ldi. Navada men o'xshash shunday jiqroq qilib qo'yib qolsanglar, mav o'lchamni, suvninki, asalniki, shikarniki miqdorini eslab turib qilib qilsanglar bo'ldi, o'chmi? Oldi bilan endi buni qiyomini tayyor qilaylik. Oldi bilan muvofiq cho'nglikdagi ko'rimizga suvni, asalni, shikarni qo'yib olamiz. Qizlar mana asalni, shikarni, suvni qo'yib oldim. Qo'yib olgandan keyin endi biz o'tni ichib Biz qaynatımızcımı? Qo'yib turib qaynatsizlarmi? Aralashtirib turamiz. Qaynagandan keyin hanki yong'oq meg'izi, xasang meg'izi, ana yemishlarni selib, ozroqlam qaynatsak bo'ldi. Qizlar mana qiyamimiz qaynab tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgandan keyin endi boyatanqi meg'izlarni solamiz. Meg'izlarni silib, mana yaxshi aralashtirib, buni 2-3 minutlam qaynatamiz. Qaynatib buni o'tdan elitamiz. Elitib bo'lib, andan keyin boyatdanqi Turkiya lokumlarini, andan keyin qora o'rik qoqlarini silib, hamishlarga aralashtirsak bo'ldi. Sovugandan keyin aralashtiramiz. Va qiziq bit aralashtirmaysizlar. Bu qaynab tayyor bo'ldi. Endi buningga boyatdanqi quruq yemishlarimizni solamiz. Qizlar mana boyatdanqimizni so'yib tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgandan keyin endi buni shu boyatdanqi pranikimizniki ichiga muvofiq miqdorda elib bezaymiz. Qizlar mana ayam yemishimizni mishalatda bezab chiroyli qilib oldim. Shunda ko'rkam chiqdi. Bir yerlarga savdoqdan keyin men shu cho'ng o'lcham bo'yicha qildim. Masalan, deb bergan o'lcham 3 yasladim. 3 yaslagan vaqtimda shu ayam yemishga qiyoma ketgan materiallardan shu meg'izlardan, yong'oq meg'izi, xasang meg'izi, uzum meg'izidan 430 gram Anatki men lokumlar, ya'ni sho'xli qiqi, qora o'rik qiqi, oq, seriq, ko'k lokumlardan 650 gram ishlatdim. Mushu bo'yicha qilgan vaqtinglarda o'lchamli chiqadi azizlar.